qo'yamiz. Mana bu videoda ko'rsanglar bo'ladi, rasmini ham qo'yamiz. Bitta mana eng og'irini ko'rsataylik sizlarga. Necha gram ekan og'irligi? Mana masalan 166. Bundoq ko'rsatib 166 gramligi grami 125 ekan. 125 ko'paytirib 166.79 ga 20.848 yuan bo'ladi. Buni bo'lamiz. Hozirgi kurs 730 deb hisoblaymiz. 2855 dollar. Mana shuni turishi. Salkam 3000 dollar. Arziydimi? Izohlarda qoldiringlar. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Bu ko'rgazmada tilla taqinchoqlardan tashqari kelin liboslari ham bor. Bu xorijiy liboslar hisoblanadi. Xitoyda o'zini milliy ko'ylaklari ham bor, to'yga kiyadigan. Bu ko'ryapsizlar, Xitoy stilda, endi baribir Xitoy oldinda yuradi, balki hozir modada kirsa, keyinchalik butun dunyoga tarqaladi. Sizlarga hozir kelin liboslarini ham ko'rsatib ketamiz. Lekin menimcha kuyov kostyumlari yo'q kelyapti. Shuning uchun kelin liboslarini ko'rsatamiz. Ko'rib turganinglardek, mana bu yerda Xitoyning milliy libosi turibdi va kelin ko'ylaklar turibdi. Bu xorij style, bu Xitoyning o'zining milliy sifati. Bu ko'ylakni qachon kiyadi ular? Kechki marosim, katta marosim bo'ladi-ku, o'sha bo'lsa o'zimizda kuyov tomon qiladigan katta to'yga. Qizil ko'ylakni va mana bu o'g'il bolalarniki ola bo'larang. Buni ular обязательно kiyish kerak. Qachon? Bola qizni uydan olib ketayotganida. Va o'shanda qizga ular pul beradi, tilla taqinchoqlarni kiygizadi. Xullas, u yerda ham o'yin marosimlar bo'ladi. Ham ko'rib turganinglar, milliyniki va bittasi xorijniki. Do'stlar, Xitoyda to'ylarni boshidan oxirigacha o'tkazib beradigan agentstvalar bor. Mana bu yerda bitta agentstvo o'tiribdi. Mana odamlar keladi, kompyuterlarni o'tirib, bemalol tanlab ko'rsatadi. Mana bu yerda odamlarni qarang, talashib qo'yapti hammasini. Balki